Bo'ldi, hozir qayerdasiz? Moskvadami? Qayerdasiz? Samarada. Samarada. Nima ahvoldasiz? Ayting, nima ahvol? Samarada nima bo'lyapti? Men bir akamiz Samaraga kelganiga 3 kun bo'libdi. Kaltaydi yegan, biqinlari ko'kariga o'tdi. O'zbekistondan kelganmi Samaraga? Nimada? Talyatidan kelgan. Talyati kelganiga 6 oy. Patentlaring kuymasligi uchun trudovoy dogovor yoki уведомление kerak bo'lsa va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Mana ko'ryapsiz. Voy, bu nima bo'lyapti? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Odam Yoshlar nechida bu akani? Nechida yoshsiz aka? 42 da ekan. 42 da. Qayerlik bu aka? Xorazm aka. Ichuvchi akami bu? Ichadimi bu aka? Yo'q, ichmayman deb shunadi dedim, ichmaydi ekan. Bo'lmasam tayoqni qayerdan, kimdan yeyibdilar? Bu odamni sinfdoshi chaqirgan bu yerga. Aha. Talyatiga chaqirgan. U sinfdoshi ko'chadagi bolalar bilan o'rislar bilan yuradi ekan. O'rislar bilan go'psum qilib, o'g'illik qiladi ekan. Aha. Hamda chaqirgan, Talyatiga chaqir. Xo'p. Keyin nima bo'lgan Talyatida chaqirib? Ko'karib yotibdi. Ha? Yaqinroq ko'rsating, Yuzlarini qayerlar ko'kargan? Kim urgan? Ha. Mana, biqinni ko'rsataylik. Burunlari shishib Mana yotibdi. biqinlar. Ha, ko'chada kaltak yegan mana. Biqinlar nafas olishlari chataq. Kimdan tayoq yeganlar? Bu odamda yotar joyi yo'q, ko'chada yotganda ko'chadagi bolalar kelib urib tashlagan. Pasporti yo'q, telefonlari yo'q, hech narsasi yo'q. Bu odam o'zi nima uchun Rossiyaga yuribdi? Qayerga, kimning oldiga borgan? Nima ahvolda bunday tushgan? Ishlagan sinfdoshlarining oldiga kelgan ekan, sinfdoshi pazor qilibdi. Sinfdoshi yaxshi ishlamaydi ekan. To'g'risini aytganda, yonimdagi sherik ichib qo'ydi-da. Xo'p, Men dedim, menga zarar beryapsan, u ichib qo'yib, yoqirib, o'zing ishlayapsan. Ana qo'yib qo'ymaysiz-mi? Ana nondan. xo'p. Bilasiz, hozirgi kunda Rossiyada kurslar keskin tushib ketgan. Va sizga eng zo'r kurslarda pul yuborish ilovasi Tezdani tavsiya beraman. Tezda ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga Uzcard Humo kartalariga eng arzon kursda 0% da pul yuborishingiz mumkin. Bu ilovani yana shunday qulayligi borki, O'zbekistondan turib Rossiyaga pul yuborishingiz mumkin. Tezda ilovasini App Store'dan yoki Play Marketdan yuklab oling. Sekin unga ham indamadim, ketdim deb aytmadim. Lekin qo'lim bor edi, chiqib qaytdim. Aha. Talyatidan Samaraga kelgan Nasimjon aka. Talyatidan Samaraga kelgan, bog'chani chekkasida Gulzor kanadi orasida uxlayotgan joyidan bizni ko'rib qolgan. Biz do'konlik bo'lib ishlaymiz. Biz ish qilayotganimizni ko'rib, yonimizga yugurib keldi. Tushundim aka. Hozir bu akaga nima qilish kerak? So'rashni. Shu aka posolstvo bormi shu yaqin o'rtada sizlar tarafda? Talyatida bor posolstvo, 4 soatlik yo'l Samara bilan. Bo'ldi. Talyatida bo'lmasam shunday posolstvoga kirgizib, временный o'sha возвращение домой degan o'sha spravkani qilib berishadi, so'rashni qilib berishsin. Avtobus bilanmi, nima bilan bo'lsa ham shu через Moskvami ili o'zi o'sha yerdan sizlar tarafdanmi jo'natib yuborish kerak. Akaga tuting, chunki men ekran zapis qilyapman-da. Akani o'zlarini tuttiring. YouTube'ga chiqib ketmang bu aka. Xo'p. Bo'ldi. O'sha uchun bu akaga hozir so'rab surishtirsak, bizdan oldin kelgan akalar aytayapti, bir uchastkovoydan qog'oz qilish kerak, pasportini yo'qotgan degan. Unaqa narsa kerak emas. Hech narsa. Siz borib turib o'sha posolstvo bilan bitta bog'lab bering, bo'ldi. Bu qaysi uchastkovoyga boradi? Uchastkovoyga borsa o'zini tiqib qo'yadi-ku buni. Shuniga anaqa bo'lyapti. Ishlaydi ular, men tushunmayman. Men mana shu do'g'onlarda ishlayman. Mana musor provod Nasimjon aka, 12 etajli dom, tepadan odamlar mashina ichiga musor tashlaydi. Mana shunaqa joyga mana qilib ikkita Yo, aka, o'zimiz
Avvalambor rahmat sizga, baraka toping, lekin bu aka inson-ku, bir musulxonada tug'ilgan bir nima emas-ku. Ha, shunga men ham g'alati bo'lib, sizni aytaman, istab oxiri akamni topib, sizga Mas'uliyatsiz odamdir, alkash odamdir, mashinik odamdir, lekin inson-ku. Unaqa joyda turmaslik kerak-ku. Hammamiz bitta bayroqni tagiga turibmiz-ku, aka. O'sha uchun srochni yo'q. Aka lekin ichmaydi ekan Nasimjon aka. Mana dorilarni olib keldik. Og'riq qoldiruvchi nimalarni olib kelib, aka hozir oyoqqa turib yuraveradi-ku, aka, to'g'rimi? Tayoq yegan bo'lsa ham, mer-mer ko'karib o'tgan bo'lsa ham. Yuradi-yu, aka 5 metr yo 10 metr yuradi. Aka biqin chataq, biqinga katta kalta yegan. Nafas ololmayapti. Bo'lmasam shu eshikdan chiqib taksiga o'tirguncha o'tirib olsalar bo'ldi-ku. Ha, ashta yuraveradi-yu, anaqa demoqchiman 1 kilometr 500 metrga yura olmaydi. Yo'q, unda piyoda qo'ydirib qo'ymaysiz-ku. Shu nima qilinglar? Shu taksi chaqirib shunday Taylandga borib nima qilarsinglar? Shu времени problema bo'libdi bu yerda pul. Tushunarli, endi odamlar shu aka ukasiga ishonib savolga tushyapti-da. Meni aka bitta anaqam ertaga o'zim ham borib qildirib kelaveraman. Aka bo'lmasa ham bo'laveradimi, qilib berish oradimi shu qog'oz? 2 minut, 3 minut. Aka, xullas masala shu. Hozir sizlar nima qilinglar? Alhamdulillah, to'g'ri. O'sha Taylanddan bo'lib turib, времени, rahmat. Времени o'sha uyga qaytadigan spravka qilib berishsin. Qilib berishmasa men bilan bog'lab bering, qilib berishadi. Gaplashamiz, iltimos qilamiz. Bu через akam orqali chiqib boramiz, bo'lmasa ertaga ham shunday qilib. Umuman muammo yo'q, faqat bunday ahvolda qoldirmanglar, tezroq shuni jo'natib yuboraylik. O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda davolanaveradi. Bo'ldi, akam borish shart emas, o'zim borsam ham qilib beraveradi. Yo'q, akangizni o'zlari borish kerak. Hozir iloji bo'lsa uylariga telefon qilib, o'sha ichki ishlardan bitta spravka qilib berish kerak. O'sha Xorazmga haqiqatan paloncha pismadoncha fuqaro bizni mahallamizda, bizni rayonimiz, tumanimizda yashaydi. Paloncha pismadoncha vaqtda tug'ilgan, otchestvasi mana shu deb polni spravka beradi yerdan. Bizda hozir ertalab 4da chiqib ketishimiz kerak. Nomer bormi aka sizda? Uydagilar nomeri? Yo'q, uydagilar bitta aytsa, zingillatib bitta nima qilib berishadi. Bizga tashab bersa bormi? Bola chaqangiz nomerlari bormi? Aka ukalaringiz? Buda yo'q ekanda nomerlari ham. Qo'llarida telefonlar ham yo'qmi? Bo'ldi, oldirib qo'ygan telefon. Bo'ldi, posolstvoga olib boringlar, bo'lmasa o'sha posolstvodan hal qilamiz. Boshqa iloji yo'q hozir. Через posolstvo hal qilamiz. Hujjat dokumenti. Bo'ldi, Nasimjon aka gap yo'q aka, rahmat. Ha, bo'lmasa sal e'tiborli bo'lib turinglar, bo'lmasa o'sha to borib spravkalarni qo'lga olgungacha beg'ini xudo xolasi bir gap qilarmiz. Qotib qoldilaring. Akamni chiqmayapti shekillanti. Bo'ldi, aka, bo'ldi. O'sha gap. Zingillatib shu nima qilinglar? Men svyazda bo'lib turaman. Через Sherzod shogirdim orqali svyazda bo'laman. Nima qilaverasizlar? Xo'p.